Labbi xo'jayin. Men aytgan odam keldimi? Ha, yonimdalar. Shu odam bilan birga konditsioner tanlaysan. Xo'p. Kontrolga olsam, levi qilolmaydi bo'lyapti-la. Ismingiz nima og'ayni? Mahkam. Qog'ozga mahkammisiz? Ha. Zo'r ish bor. Obyektga 8 ta konditsioner olishimiz kerak. Xo'pmindi hozir hisobotdi. Qanaqa? Keling tushuntiraman. Agar 3 ta konditsioner olsa, har bittasiga anaqa havo namlagich qo'shib berishyapti. Agar 4 ta konditsioner olgan bo'lsa, bitta anaqa havo tozalagich. Agar 6 ta olsa, bitta bundan, ikkita bundan qo'shib berishyapti. Agar 8 ta konditsioner olsa, bitta anaqa kattasidan qo'shib berishyapti. Qani, Zo'r. endi temani eshitdik. Bu aksiya 20-iyungacha bo'tdi. Xullas, 8 konditsioner oldik. Ani katta havo tozalagichni tekinga qo'ydim bizga. Borib turib, palon pul o'tkazib yuboramiz xo'jayinga. Qani? Nima? Vay. Yeb qo'ydim. Xo'jayini jan siza. Ne oldira so'ramadim. Yo'q. Kimsiz? Sizlar remont qilayotgan obyektni egasimi? Xo'jayinim yetib berasiz o'sha. Yo'q, ne aytaman? Levin qolmiz-ku. To'g'ri, sizga chiqarib beraman 60%. Bu? Ha? Hamma de to'g'rimi? To'xta, qimmatroq 2 barobar yozib yuboraymi? Ancha pul olasiz-da. Remontimga ham qarashgan bo'lardingiz-da. Ha, bo'ldi. Kerakida. Aqlliman. Ha, aka, o'z remont qanday yoqyaptimi? Sizlar qilasiz, menga yoqmaydimi? Ha, cho'p kelyapti hozir. Ahmad. Shunaqa joylar chiqib qolsa yetarsiz. Qadam talablaringga yuguray